Roblox'ni top streamerlari. Qanunda boshladik. Radnoylar unday qilish kerak emas, hujum kerak emas. Nima qilasizlar hujum qilib? Bugun kerak emas hujum qilib, ibi. Qornim och. To'xta, cho'la. To'xtaylar. Ibi bo'lar ko'p ekan bolalar. Roma aka live bu Roblox'ni eng zo'r streamerlardan biri. Har doim streamlarda bo'linglar tavsiyam 105 mingta prosmotrgacha boradi onlaynlari va bu Roblox o'zbek streamer uchun juda ham ko'p. Tak что buni streamlarga kiringlar, maza qilinglar, ular bilan qo'shilib o'ynashinglar mumkin, gaplashinglar va maza qilinglar. Bizning keyingi Roblox streamerimiz yuk mashinasi olaylik. Yo'q, men ishlamayman men. Yo'q, shu narsa quti olib yuraman, qonamasa ishchilarim bor, ishchilar ishlaydi. Sherali tilda. 100 ga 200 ga kimga kerak? Chat tarqatib Alxazar ko'ring, bo'ldi, go Alxazar. Xo'sh, Teleman stream. Bu aka juda ham ko'p stream qiladilar. Brian Roth va o'yindan charchab ketishlar, Roblox o'ynashdan charchab ketishlar. Ular o'zbek seriallarini ham ko'rib turadi. Ya'ni agar o'yindan zerikisanglar, serial ko'radilar, serial ko'p bo'lgandan keyin Roblox'ni o'ynaydilar va mana shunaqa qilib streamlarni olib boradilar. Bu akaga ham kiringlar. Zerikmaysizlar menimcha, chunki men ham 1-2 soat o'tirib ko'rdim, ular bilan birga o'ynadim. To'g'risini aytsam maza qildim. Anchadan beri unaqa maza qilmagandim. Sizlar ham agar Roblox qiziqarli streamer qidirayotgan bo'lsanglar, bemalol ularning kanallariga kirib ko'rishinglar mumkin. Bizning keyingi streamer Zamon chumollar. Yoki men o'zim chumam chiqib yashnaman. Nima meni otaman deyapti. Buni birinchi marta o'ynashim lekin. 2 soatda boshlab og'rib ketgan. Hoji Akbar Mirza Ahmadov, va alaykum assalom. XXOO, assalomu alaykum assalom. Menda zo'r narsa, aka jumadamiz, kanishna jumadan. Streamda o'rtacha qancha dana topasiz? Esimda, uncha stream qilmayman-ku. Raisa. Abdulla Oripov Play. Bu okani katta minuslar bor. Roblox streamlarini juda ham kam qiladilar. Ammo ularni streamlari juda ham zo'r va kulgili. Agar siz streamlarda bo'la olmasangiz ham ularni streamlari YouTube kanallarida turaveradi. Zapisi bemalol hozir ham kirib kanallariga ko'rishinglar mumkin. Qanchalik zo'rligini streamlar. Katta minuslari shu. Streamlarni kam qilishadi. Xo'sh, do'stlar, mana shunday top 3 ta eng zo'r Roblox streamerlarini chiqdik. Agar keyingi videoda yana qanaqadir top Roblox blogerlarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kommentariyada yozib qo'yinglar, like bosinglar va o'zingizlar bilasizlar. Podpiskani unutmanglar. Mayli. Hammaga xayr, sizlar bilan Hani O'zbek edi.